Xo'p, aka mana ko'ryapsiz, har bir zapis ko'rsatilyapti. Ko'pchilikka mana shu narsa qiziqdi bizni. Ya'ni borganimdan keyin paddeti narsani qo'yib yormaydimi, aldanib qolmaymanmi deydi. Shuning uchun qaytarib o'tamiz. Mana masofa uzoq bo'lsa-ya, Qoraqalpog'istondan bizni oldimizga Ustonovkaga keldi. Aka ishimizda ko'rish bo'lyaptimi? Gap so'zimizda gapimizga desna qilyapmizmi? Hammasi javob berilyapti, ha? Ko'rib kelyapman-da Instagramdan. Instagramni ko'rib. Akalar ahamiyat berib qo'ysa, Alex chempion poddelkasi bo'lmagan miya bilan Kia Sonet avtomobili o'zi uchun chiqargan miyalar bilan propan ustonovka qilib bermoqdamiz. Va biz haqiqatni aytamiz. Adax original farsunka. Bu O'zbekiston bilan hozir Polsha совместно chiqarayotgan farsunka. Garantiyasi idealli ravishda ishlab beradi va garantiyasini ham beramiz. Va mana shu motorga maksimum davlat yetkazib beradigan reduktorimiz albatta Nordic original reduktori. Biz har bir jihozni sifatini, kачествосini dan kelib chiqqan holatda narx belgilaymiz. Bu full komplekt hisoblanadi. Shuning uchun ozgina narx qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin sifat ham o'shanga yarasha originalligini ko'rsatganmiz farqlarini. Endilikda agar atiki original reduktor bilan Turkiya reduktori bilan qo'yaman degan bo'lsangiz, ozgincha arzon bo'lishi mumkin. Lekin Kia Sonet avtomobillariga обязательно mana shu miyalardan qo'yishingizni taklif qilamiz. Bu chunki 8 ta injektorga moslashtirilgan. Bundan boshqasiga aldanib qolmang. Sirdaryo metan gaz har qanday turdagi avtomobillarga sifatli holatda propan va metan ustonovka qilib beramiz. Bu videoni 24/7 xizmat qidirib yurganlarga yuborib qo'ying. Bizda ya'ni shu xizmat. Akalarimiz ham Toshkentdan qaytayotgan birato'la bizga propan qo'ydirib ketyapti. Keling sifatli holatda oldi qo'yilgan jihozga 100% 1 yil kafolati bilan, balonga esa servis tomonidan 10 yil berib qolamiz. Tanlovda adashmang, Sirdaryo metangizga obuna bo'ling. Bu videoni sifatli, qayerda aldamasdan propan qo'yadi deganlarga yuborib qo'ying, obuna bo'lishni unutmang.